Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun Ulug'bek akamizni 3-kurslarini tugatdik, 5 kunligini. Ulug'bek akam kelganlarida 12 millimetrli grijalar bilan juda kuchli oro bilan oyoqqacha nerv tortib, hattoki bostirgani qo'ymay ayanchli holatda kelgandilar. Mana bugun xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Oxirgi kunlari mana endi rezultatlarini o'zlari aytib beradilar. Assalomu alaykum. Qanday Ulug'bek aka? Yaxshi. Mana birinchi kelganimda yugurolmay, chap oyoqni bosolmasdim. Birinchi, ikkinchi kurs lecheniya bilan birga sport mashqlarini qilib borib, fevral oyida lecheniya olishni boshlagan bo'lsam, hozir mana iyunda 3-lecheniya kursini oldim. Belimda, oyog'imda og'riqlar yo'q. Og'riq ozgina shu nimada do'ng'aza qismida baribir nimasi grejasida o'rnadi bor. Lekin og'riqlarim yo'q. Xudo xolasa shu sabr qilib, mana shu lecheniyani olish davomida sport bilan birgalikda shug'ullanib tursa yaxshi bo'lar ekan, xudo xolasa. Xudodan shukur. Shu odam faqat massaj yoki fiziolecheniya bilan emas, va o'zlarining ustularida ham ishlaydilar. Mana sport sohalariga bo'g'imlarni, mushaklarni va umurtqalarni mustahkamlovchi mashqlar bilan birga ishladilar va suzishlarga bordilar. Bundan keyingi natija zo'r bo'ldi. Mana odamlar 12 millimetrli grija menga kuchli og'rib qoldi, operatsiya qildirmasam bo'lmaydi degan holatga tushkunlikka tushib qolishadi. Kelganda masalan sizda ham nima deyishgan? Bizga ham operatsiyaga oxirgi nima deganda, shunda ham shu lecheniya qilib, dekabrgacha polniy lecheniya olaman, sportga boraman, agar ja bo'lmasa o'sha operatsiya qildiraman degan narsa miyada bor edi-da. O'sha hozir umuman og'rig'im yo'q. Endi faqat bu yog'iga men 3-kurs olgan bo'lsam, sportga boraman, suzishga boraman, zalga chiqaman. Keyin shu noyabrlarda yana bir MRTga tushib, keyin oldingizga olib kelaman-da. Xudo xolasa natijalarini ko'rish uchun, o'zingiz uchun ham, sog'liq uchun ham o'sha MRTga 6 oy, 7 oy lecheniya tugatdingiz, 6-7 oy o'tkazib yana bir qator tushishingiz kerak. Keyin yana sizga maslahatimiz, og'risa olmasa shu sentyabr, oktyabr oyida bir marta, aprel oyida bir marta kurs lecheniya o'tkazib turing. Og'risa olmasa. Shu sovuq tushgan vaqtda qo'zg'aladi dedik, o'sha vaqtda bir. Aynan kasallik qo'zg'algan vaqtda olasiz. Chunki baribir dischurez qaytgani bilan erta nervlarda ozroq quvvati kamaygan bo'ladi, issiq sovuqni tez sezadi. Grija og'riq bermaydi, o'sha shamollash tez o'tib qolishi mumkin, o'tkazish mumkin. Shu bo'lmasligi uchun oldin olib 6 oyda bir marta lecheniya o'tirishingizni tavsiya qilaman. Sportni hech qachon tashlamang. Sportni hayotingizga qo'shib doim faol bo'lib qatnashib yuring. Mijozlarimizga, klientlarimizga nima deysiz? Shu avvalo sabr bilan mana shu to'g'ri lecheniya olish kerak ekanda, to'g'ri yondashish kerak ekan. Har qancha doktorlarga bordim, hammasi grijani tuzataman deydi, lekin asl grijani mohiyatini tushunib yetmasdan noto'g'ri muolaja qilib battar og'ritib qo'yar ekan. Oyoqdan olish mumkin bo'lmagan holatlar bo'lar ekan. Yoki masalan manual terapiyani hali olib borish mumkin bo'lmagan holatlarni bilmasdan turib, o'shalarni olib borib battar bemorlar qiynab qo'yadi ekan. To'g'ri, mana shu nimaga keldim. Abdulaziz aka oldiga keldim, ko'rib, tashxislarni shamollash bor ekan. Sizga to'g'ridan to'g'ri manual terapiya oyoqdan olish bo'lmas ekan deb, mana shu birinchi shamollashni uni olib, shu shamollash tuzalgandan keyin boshqa manual terapiya, igna terapiya, massajlarni olib boshlagandan keyin sekin-sekin o'zgarish boshlandi. Mana shu vaqtda doim o'sha sabr qilish kerak. Og'riqlarga chidash kerak. Azobi hamma biladi, grija qanday bo'lishini. 12 millimetr deb tuzatsa bo'lar ekan. Sog' salomat bo'linglar. Kimga shunaqa muolajalar kerak bo'lsa, aynan grijani davolovchi mutaxassislar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Bizning yillik tajribamiz 15 yil davomida qilib kelamiz va biz ishimiz ota kasb va ustoz shogirdlar an'analari bilan va xalq tabobati va meditsina sohalari bilan birgalikda olib boramiz. Nevrolog nazorati bor bizda, nevroxirurg nazorati bor, ortoped travmatolog nazorati bor va tabib nazoratidan o'tgan holatda undan keyin lecheniya muolajalar belgilanadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Ham bitta o'rningizdan turib, anaqa qilib bering deb bilagan tekisligingizni mana. Bemalol yurib. Ketaveramiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Katta rahmat.